move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like that? Hooah! Barchaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Zo'r TV telekanalining muxlislari. To'g'risini aytaymi, men sizlarni rosa ham sog'indim. Karantinda uyda o'tirib, qachon sizlar bilan ko'rishaman deb rosa kutdim shu kunni. Bugun Zo'r bekat yana efirda. Yaxshi hurmatli do'stlar, mana bugun erta mana o'zim keldim. Hozir bir o'zimman. Bilasizlar, sherigim Alisher Uzoqov o'tgan ko'rsatuvimizda o'sha yangi yilda bo'lib o'tganda men kech qolgandim, to'g'ri, kech qolgandim. Endi mana bugun mana o'zlari kech qolyaptilar. Mana metro ovozi eshitilgandek bo'ldi. Kutib olamizmi Alisher Uzoqovni? Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda yo'llaringizni Assalomu alaykum. Barchaga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, hurmatli muxlislar, endi Jahongir assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rishib qo'yishim kerak, chunki uzoq yo'ldan kelyapman. Hozir menga shunaqangi bir nigohlar bilan qaradingizki, Alisher Uzoqov kutyapti-siz, to'g'rimi? Yo'q, hozir chunki men muxlislarga e'lon qildim. Hozir Alisher Uzoqov keladi dedim sizga. To'g'ri, Alisher akam bilan birga kelyapti metroda. Keyin aytdim men, Alisher aka dedim, siz ham Zo'r bekatga ketyapsizmi men bilan birga desam, yo'q diyor. Zo'r bekat yo'nalishidan men o'zimni yo'nalishimni o'zgartiraman. Chilonzor yo'liga tushib olaman dedilar-ki, Zo'r bekat ko'rsatuvi nima bo'ladi Alisher aka? Birga ketyapti desam, endi diyor men gapimni eshitdilar. Men bu ko'rsatuvni Jahongir bilan birga olib borardim. Endi men yo'nalishimni o'zgartirganim uchun bu ko'rsatuvni sizlarga topshirdim. Sizlarga ishondim. Jahongir bilan sen o'zingiz zo'r qilib olib borlaring deb bizga topshirdilar. Bo'lmasa nima qilamiz? Diyorbek aristokratlarda ham birga boshlovchi edinglar. Endi Zo'r bekatda ham mana shunaqa bir zo'r qilib olib boringlar dedilar. Bo'lmasa boshlaymizmi birgalikda? Boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Eng zo'r telekanal, ya'ni Zo'r TV telekanali orqali sizlar bilan Zo'r bekatida ko'rishib turganimizdan biz xursandmiz va biz Jahongir Zo'r bekat ko'rsatuvini boshlaymiz. Hey! Diyorbek, Xolmen. Rahmat, Xudoga karantin bo'ldi, ko'rishmaganmiz bilan. Bo'lmasam men o'tirib olaman. Xo'p. Endi Jahongir bu Zo'r bekatini ancha bir yasatib zo'r qilib qo'yishibdi bu yerda. Ancha kiyintirib qo'ydik. Endi monitorlar ham bor, metroda monitorlar ham bor. Metroda endi hurmatli do'stlar, mana metro ochildi, xabaringlar bor. Metro ochildi. Hamma mazaqi metroda aylanyapti. Agar vaqtinglar bo'lsa, tomoshabinlar Zo'r bekatga ham kirib ketinglar, ko'rib, gaplashib, birga suhbatlashamiz. Endi bugun Zo'r bekatimizga zo'r insonlar ham tashrif buyurish kerak, to'g'rimi? Ya'ni san'atkorlarimiz. Bo'ladi. Men hozir bir narsani e'lon qilaman. O'zi e'lon qilmasdim. Qaysi xonanda kelishini biz bilmasdik oldinda. Lekin hali metroda kelayotganda ertaroq kelib oldim. Metroda bir insonni ko'rdim. Ya'ni hozir mana shu sahnaga agar qarsagilar bilan qo'llab-quvvatlasanglar, Amirxonni taklif qilamiz, marhamat. Gap yo'q. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Amirxonni qarshi olamiz do'stlar. Guldiroz qarsagilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Diyorbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar hozir mana shuni bitta koyib qo'y, diyor. Mana Hindistondan bunaqa oq odam yo'q-ku. Yo'q, men Amirxon deganda Hindiston nazarda tutganim yo'q. Amirxon bizni My Five telekanalini. Hozir shunga hayron bo'ldim. Hindistondan o'zi aksariyat hollarda mana bu metroga, vagonga ilashib, shunda tortib olib, o'zini olib kelardi. Bitta gap aytaymi? Amirxon qarshi bo'lmasa, men endi anchadan beri Amirxonni bilaman. Keling Amirxon o'rtaga turib olasiz. Xush kelibsiz Zo'r bekat ko'rsatuvimizga. Katta rahmat. Qadrdon telekanalimiz Zo'r TVda mehmonda ekanligimdan juda ham xursandman. Ochiqni aytaman, mana shu ikki ijodkorni va umuman jamoangizning ijodini juda ham yaxshi ko'raman. Biroz qarsagilar Amirxon. Bugun ochiqchasiga gaplashamiz siz bilan. Albatta. Xo'sh, haligi bola nima bo'ldi deb ketsam, hazil albatta. Bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Diyorbekdan adashib qoldi Amirxon deb. Endi haqiqiy ismingizni men bilaman. Haqiqiy ismingiz Dilshod. Nimaga endi Amirxon, nimaga Saif Alixonmi, nimaga Raj Kapurmas yokida nimaga Dilshod Singh emasda aynan Amirxon? Amir Temur bobomizga juda ham havas qilaman. Sarkarda, karvonboshi va mana shu media sohasining karvonboshi bo'lishini, sarkarda bo'lishni va o'sha sardorlar safida bo'lishni juda ham istaganman. Ko'pchilik biladimi ismingiz o'zgarganini? Yo hozir men endi aytdimmi?
Birinchi marta. Birinchi marta. Ommaviy axborot Eksklyuziv vositalarida. bo'ldi. Hozir Shunaqa. ismingiz Dilshod bo'ladimi, taxallus Amirxon bo'ladimi? Biz uchun hurmatga sazovor insonsiz. Guldiraz qarsakinglar. Yo'ldiroz qarsagilar. Amirxon, to'xtang, voy. Ya keling, men o'lchab olmadim, voy. Hozir erta hozir. Men ko'rishib qo'ydim-u. Kasal bo'lish 36 3 36. yaxshi, Rahmat, yaxshi. xush kelibsiz. O'tirib Rahmat. olishingiz mumkin. O'tirib Amirxon. olishingiz mumkin, Mana shu yerga Amirxon. o'tirib oling. Endi kayfiyatlar qalay endi Amirxon? Kayfiyat juda ham zo'r, studiyangiz ochig'i menga juda ham yoqdi. Ayniqsa ko'rinishimiz. Men endi shu narsaga mana yana muxlislarga yana murojaat qilaman. Mana karantin paytida men Amirxon bizani orqamizdan kuzatib yuradim. Juda ham Biz hozir kiyimimiz bir xil ko'ryapsiz. Nima qilyapsiz? Nima kiysak ham shu tinchlik yo'qmi? Umon guruhi yana tikiladi. Siz Zohid. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Ochig'i, adashmasam bitta do'kondan kiyinamiz. Albatta, Emir Classic keling reklama qilib ketaylik. Lekin- Emir Bitta turib olib, hamda. Uchalamiz. Lekin Umon guruhiga o'xshab do'konga borganimda mana shu ikki ijodkornikidan bo'lmasin deb so'ragandim. Ularni menimcha bizni jazolashdi. lekin bizga yetishgani yo'q edi, to'g'risi. Hozir Menga kirib ham. bildim. keling, 1 2 3 3. Emir Classic do'koni deymiz. Kimni Ummon bo'libdi? Siz Zohidsiz. 1 2 3 Emir Classic do'koni. Yo'q deb qo'ying. Super. Rahmat. Rahmat. Lekin biz anaqa xursand bo'ldik Emir Classicdan kiyingani Aha. uchun. Endi qizlarda odat bor-ku, bir-birini kiyimini ko'ra olmasdan anaqa qilib o'tiradi. Yigitlarda unaqa odat yo'q. Qayta xursand bo'lamiz. Biz Albatta. o'zi bir xil qilib olishingiz kerak edi. Men bugun naskingizga ahamiyat berdim, jigarang kiyibsiz. Men ham jigarang kiyib kelmanman-da. eng nima desa bo'ladi? E'tibor tortadigan narsa naskingiz uzun ekan, Xudoga shukr. Rahmat. Rahmat. Albatta. Endi o'ta filni rasmi bormi? Bu Nimani rasmi? yerda ayiqchani rasmi bor. Endi qarang, Amir Temur bobomiz bu yerda ayiqcha. Ayiqcha bo'lib yotibdi. Kelajakda nasib qilsa men sizlarni uyimga mehmonga taklif qilsam, Hop. panda ayig'ini olmoqchiman. Panda ayig'ini juda ham yaxshi Haqiqatan ko'raman. sotib olmoqchimisiz? Haqiqatan. Nech pul turar ekan agar sir bo'lmasa? Hozir menimcha bu yerda aytmagan ma'qul. Aytavering, odamlarga Ayturing, qiziq. ochiqcha gaplashamiz. Ochiqchasiga gaplashaylik, iltimos. Ochig'ini aytsam, yaqindagina kichik sherxon qidirayotgan edim. Bor ekan, adashmasam 3000 AQSh dollar atrofida. Kattaygandan Boqmoqchi keyin bo'lganlarga uni demak aniq bir ro'yxat bor ekan. Kuniga 2 kilo lahm go'sht. O'zimiz va- yemayapmiz, lahm go'sht kuni. yo'q, hozir endi 2 kilo lahm go'sht Kichik sherxon shuncha yerkan. kishi uyda keyin go'sht yemaysizlarmi shunda? Yana bir sirni aytaman. Uyimizda Go'sht yo'q. yo'q. 16 ta qo'yim bor. Qo'y har bir mavsumda ko'payib boryapti. 16 ta qo'y. Amirxon aka, O'zim boqaman. assalomu alaykum. Bundan tashqari Bemalol o'tiribsizlar. Bundan tashqari bitta sigir va Aha. uni buzog'i bor. Aha. Lekin uni ko'pincha qo'shnimiznikida boqamiz, chunki erta tongda bizga qo'shnimiz qiladi. sog'ib beradilar-da, Sizlarga fermer kerak emasmi mabodo? Agar sog'uvchi kerak bo'lsa ham biz Bemalol boramiz. biz xizmatdamiz. Haqiqatni aytyapsizmi? Albatta. Endi qoyil bo'lishmaydi shuncha rost. narsaga ulgurar ekansiz. Men hozir mana efirda ham aytaman, Amirxonni ijodini kuzatib boramiz. Endi bitta pokoleniya deydi-yu, hammamiz Aha. ochiqchasiga gaplashamiz, ko'rsatuv ham zo'r, lekin to'xtab qoldi dedingiz. Nimagadir? To'xtab qoldi ayrim sabablarga ko'ra. Lekin davom etish sharti bilan. Albatta. Uni ayta olasizmi nima sabablarga ko'raligini? Ochiqchasiga gaplashaylik. Demak, u yerda ochig'i Zo'rtv telekanaliga bunda ko'ngil xiralik haqidagi, ya'ni noxush xabarni yetkazmagan yaxshi, chunki bu yerda Zo'rtvni kayfiyat ko'tarish uchun tomoq chaqirishadi. To'g'ri. Menimcha To'g'ri. aytmagan ma'qul. Siqilmaganimiz Lekin aniq ayta olaman, tez orada menga va'da berishdi, rahbariyat davom ettirishimga imkon berishadi va biz 10 ta sonni olib qo'yganmiz. Avvallari demak, mening yurtim telekanalida haftasiga 2 marta ochiqchasiga gapirishamiz tok-shousi bo'lsa, endi qaytsak haftasiga 3 marta biroz vaqt o'tgach har kunlikka chiqish niyatimiz bor. Gap yo'q. Qoyil. Ishinglarga Amirxon. rivoj. Qarsakinglar, Guldiraz qarsakinglar Qarsakiylar. Amirxonga. Endi Amirxon bugun bir o'zlari bo'lmaydilar, sheriklari bo'ladi. Biz hozir yana metroni kutamiz. Ovoz eshityapti. Uni shamol yoqadimi metroni shamoli? Metroni hidini Metro e'tibor juda berganmiz. yoqadi, ayniqsa yer usti metrolarga juda ham chiqqim kelyapti. Yaqindagi Hali mustaqil chiqmadingizmi? arafasida yo'q. Bitta reportaj qilamiz bo'lmasam birga. Albatta. Birga. Kelishdik. Bekatda vagondan tushayotganingizda Qarang shamolni. buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Diyorbekka xabar bering. Endi shubhali bo'lsa biz o'zimiz hal qilib tashlaymiz-da, Aha. o'shaning uchun. O ochildi mana Alloh metroimiz. bo'lamiz. Kim ekan? Qani kim? Kim?
alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Endi alaykum. pistolet bilan kutib olganimizga xafa bo'lmaysiz? Yo'q, bilib qo'yaylik nechi. Nechi chiqdi diyor? 36.2. Rahmat. 36. Xavotirga o'rin yo'q. Siz Rahmat. ko'z tegmasin, sihat salomatsiz. Rahmat. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Sardorbek Tayirov Guldiroz qarsakiylar. Rahmat. Keling, o'tirib olishingiz mumkin Sardor aka. Xo'p, ijodda nima gaplar Sardor aka? Yo'lda qiynalmadingizmi? Metroyimiz qalay ekan? Zo'r. Maza qildik, sal tutun ko'p ekanlik. O'z- Ha. Metroda kim tutab ketibdimi? Kimdir tutabdimi yo o'zi? Bilmayman, kim. Yo, endi biz hayronmiz. Yo, askiya cho'p ketdilar, endi Farg'onadanlar. Sardor aka, bitta savolim bor. O'zi mana aytishadi san'atkorlar, metrolarda yurishmaydi, avtobuslarda yurishmaydi deb. Oxirgi marta qancha bo'ldi metro? Mana hozir u gaplardan ma'lumku tutatib yuborishdi, deyaptilar. Demak, metroda yurmaganlar. Yo, lekin men yurgim keladi, Yurgim keladi, lekin Yurgim keladi, nima xalaqit beradi yurishga? mana endi hayolimga keldi hozir metroga tushish. Siz aytganingizdan keyin, lekin 1 yil bo'ldi chiqmaganimga. Sardor aka, Adashmasam, mana 1,5 yil. hozir Zo'r bekatini birinchi sonini tasvirga olyapmiz. Shu yerda o'zida mana kelishib olsak bo'ladi. Amirxon ham chiqmagan ekan. Yer usti metroga birga chiqamiz-da. Bo'ldi. Birga chiqib chiroyli reportaj tayyorlaymiz. yo'q, telefonimizga olamiz deb va'da. O'sha kuni efirga qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Tushamizmi? Yer usti metroda telefonga video qilib mana efirga beramiz. Bo'ldi. 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 Ertalab to'yga ta'sir qilmaydi, kechqurun to'yingiz bor. Kechqurun to'yingiz bor bilamiz. Bo'ldi. Ijodingizdan yangilanglar. Hamma qizlarning orqasidan quvdingiz. Yangil, yo, ajam quvmadik-ku. Yo, savol noto'g'ri bo'ldi. Hamma qizlar sizni ketingizdan quvdi. Mayli, shunisi menga yoqdi. Hali hurmatli do'stlar, hali uylanmaganlar. Bu nam yo'q edi. Yangi qo'shiqlar bormi Sardor aka? Keyin yangi qo'shiqda xudo xolasa bo'ladi. Inshaalloh bitta Lola degan qish fasliga kelyapmiz-ku. Qish almashib qolgan, Lola qish. Biz bahorni eslatamiz. Qishda bahorni, yozda qishni. Ha, shunaqa. Yozda qor boboyim oppoq, peshanasi yalpoqsa g'alati bo'lmaydimi? Yo'q, xudo xolasa yaxshi bo'lish kerak bu qo'shiq. Azgina Yaxshi hali niyat. chiqmadimi qo'shiq? Yo'q, hali inshaalloh. Azgina eshitdik, bundoq eksklyuziv. Eksklyuziv premyera. Lolam, o'zimni lolam, seni bag'rimda asrab qololmadim. Lolam, o'zi bir donam, taqdir shu ekanda yoring bo'lolmadim. Gap yo'q. Xudo xolasa hozir eksklyuziv premyera Zo'r bekatida bo'ldi. Xudo xolasa bu qo'shiq juda ham bir hit darajasida ko'tariladi. Xudo xolasa. Yaxshi. Endi nimaga faqat sevgi mavzusiga ko'proq harakat Uylanmaganlar-ku hali. tushunarli. O'shaning uchun. Endi Jahongir aka Anaqaga hayolga kelaveradi-da, hayolga kelaveradi. Kechiragandan keyin Lola, uylangandan bor keyin vaqtingni top. uylanmagan emas. Mana Amirxon aka biz chiqib, misol uchun birovga nasihat qilsak, qo'shiqchi sifatida endi yosh bolamiz-ku, hali 24-25 yoshda. Yoqmaydi-da, endi kimlargadir erish tuyuladi. Shunaqa bo'lib qolmasin deb hozir yoshimizga yarasha qo'shiqlar aytib tursak, sevgi, muhabbat, vatan, ota-ona, xudo xolasa keyin jiddiy mavzularni ham xudo xolasa. Endi Sardor aka ko'p muxlislardan, aynan shu Zo'r bekati muxlislaridan menga ko'p savol keldi internet tarmog'iga. Sardor Tayirovga bitta qo'shiqlari bor deyshti. Ya'ni bor baxtingni top. O'sha aynan so'zida, o'sha aynan bor baxtingni top deb siz qizni haydayapsizmi? Bor deb yoki de bor o'sha narsa menda bor. Topol baxtingni deyapsizmi? Nima narsa o'sha? O'sha kaliti qayerda muhabbatni kaliti? O'sha birinchi story. Qaysi biri? Bor. Qayda Bor. bor? Endichi ijodkorman, uydiylardan ham ko'p eshitgan, mana yaqinda Munisa Rizayevadan eshitdim. O'zimni hayotimda bo'lgan narsani qo'shiq aytaman dedi. Endi bo'ladi-da, tashlab ham ketadi. Bo'ladi, xafa bo'lmang. Navbatdagi mehmonimiz tashrif buyuryapti. Mana metroni shamoli. Hidi yoqadimi metroni? Hech shu hidiga e'tibor berganmisizlar? Hidiga maza qilaman. Yoqadi. Mazaliga Mana keldi hidi. Hidini. Endi hidi keldi. Qaysi mehmon Kim ekan? Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni pistolet bilan unutmang. tayyor turing. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Diyorbekka xabar bering. Rahmat. Ogoh bo'ling. Xo'sh, kim? Qo'lingizni ko'taring. Ha! Assalomu alaykum, qo'lingizni ko'taring. Qo'lingizni ko'taring, ikkinchisini ham. Unisini ham. Yo'q, voy. Ha. 38 u. Voy. Maska qani? Voy, O'tli hazilmi? biz birga turdik. Yo, u mani ichimdagi. Yo, Jahongir, hozir ko'cha sal harorat yuqori-ku, o'shaning uchun yana Bitta tekshirib ozgina ko'ring. sovuvasinlarchi, qani? Xitoyga Boshqatdan Xitoyga tekshirib ko'ring. qani? Faqat ehtiyot bo'lib tekshiring.
Ha, yaxshi. Ana, ya, Xudoga Endi shukr. qo'rqib ketdingiz hozir gapimizdan. Durdona Qurbonova Qurbonlar. Qayerga o'tiring? Keling, mana o'sha yerga o'tirib olishingiz Mana mumkin. shu yoqqa yonimizda o'tirasiz. Xormin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchaysizmi? Assalomu alaykum. Yo'q, Kayfiyatlaringiz? hali charchashga ulgurmadim. Qalay bo'ldi? Metroda qiynalmadingizmi siz ham? Tutun qiynamadimi Sardor akaga o'xshab? Yo'q, menga metroni hidi juda yoqadi. Metroda ko'p yurib turasizmi o'zi? Yo'q. Bo'ldi, Durdona Qurbonova ham bizga qo'shildilar. Bir kun metroga tusharkanmiz Bo'ldi, bo'lmasa. birga Albatta, ekanda, Xudo birga, xohlasa. ha, birga yer usti metroga chiqarkanmiz bular bilan. Endi ijodingizni Chop formasanglar? nima yengilinglar? Yangilik. Shu syomka, Serial, serial, klip, reklama. Yengilikdan. Yo'q, yengilik. Eskilik, syomka. Yengilik deymiz. Yangilik. Shular. Yo'q. Yengilik. tushunayapsiz. Anu, Yengilik. yengilik. Qanaqa bo'lyapti hozir? Yo'q, qarang. Haligi bor-ku, haligi. Haligi yangilik. Yangilik. Qaysi? Voy, yangilik. Yangilik qachon bo'ladi? Durdona Qurbonova qachon turmushga chiqadi? Biz har xil gaplar nega internetda nima? eshitdik. Mana hozir ham o'qidim Diyorbek bilan bu yerda tayinlanayotganimizda. Durdonaga nima savol beramiz? Bunda tursam, bu yerda mana shunaqa gaplar bor ekan. Durdona Qurbonova haligi qo'shiqchi yaxshi ko'raman, yomon qizni yaxshi ko'raman. Ha, shunga bitta to'xtaladigan bo'lsak, internet tarmog'ida shu narsani o'qidim. Men ham sizni yomon qizga ham chiqarishdi-da. Sizni yomon qizga ham chiqarishdi, ketidan yomon qizni yaxshi ko'rib qolib, oradan ko'p o'tmasdan tez kunda to'y bo'ladi bo'lib ketdi-da. Shunda hozir yomon bola yomon chiqyaptimi? Hozir kim shu striy chiqyapti hozir bu yerda? Endi o'zi bu gap rostmi? Rostmi bu gap? Ochiqchasi Yo, gaplashing. faqat Amirxon savol bersalar shu gapni. Ha, ochiqchasi haligi gapidan. stilda. Amirxon, O'rtaga turib olib, iltimos, o'rtaga turib olib. Dara dish. Ana. Demak, azizlar, bugun aktrisa Durdona Qurbonovaning xonanda Imron bilan munosabatlari qanday? Mana shu savolga javob olamiz. Hozir buni gapirsalarni aybish qilib o'tiradi-yu, javob berish kerak. Ha, ochiqchasi gaplashamiz o'yladi. Men haligi Siz prokuror bo'ling, men Prokuror. advokat bo'laman. xo'sh, Durdona nima deya olasiz bunga? Unda hozir Imron akani ham olib kelib qo'ychilik. Imron akaga men telefon raqamlari bor, telefon qilish O'zingiz mumkin. javob bering qilganingizga deb. Yo'q, o'zi rostmi, yolg'onmi? Nima ish qilib qo'ydilar? Yo'q, to'y yaqin emas, hali kichkina. Yo'q. Nimaga bo'lmasam tez kunda to'y bo'ladi deyaptilar. Sovchi jo'natdi degan gaplar eshitdik, rostmi shu? Restoranda Yo'q. o'tiribsizlar. Yuzma-yuz. Yo'qmi, yolg'onmi? Sovchi jo'natilmagan, lekin og'iz solinadi-yu, onamga shunaqa bo'lgan. Qanaqa u og'iz solish? Qizingizni berasizmi degan gap. To'xtab turinglar. Ochiqchasi gaplashamiz hozir Amirxon bilan birgalikdamiz, hurmatli do'stlar. Hozir biz Imron akaga telefon qilamiz. Og'iz solganmisiz deysizmi? Ha, assalomu alaykum Imron aka, og'iz solganmisiz siz deydi. Mayli, shunaqa de. Nima qilayman? Men nomerimdan qiling. Yo'q, sizni nomeringizni ko'tarmaylar-da. urushib qoldinglar-yu. Urushib qoldinglar kecha. Tez kunda to'y bo'ladi deb arazlab chiqib ketdingiz restorandan. Urushmagan edim-ku. Olmasala. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Imron aka charchamayapsizmi? Men Jahongirman, Real Hit ko'rsatuvidan. Imron aka eshitmadimi, men biz ko'rsatuvdamiz. Voy, Charchamayapsizmi? Boshidan. Rahmat. Imron aka, bitta savolim bor. Bo'ladi. Aka ukamiz to'g'rimi? Yolg'on aralashmasin, faqat siz Durdonaga og'iz solganmisiz? Yo'q deng. Da. Shu gunohkor qo'lim bilan tegdim qo'lingga. Ha. Ramayot. Imron aka, ijodlaringizga omad, charchamang, rahmat. Durdona Qurbonova, Durdona Qurbonova. Albatta hazil, qo'y kayfiyat Endi ko'taramiz. albatta hazil albatta. Hozir biz undan oldin To'y telefon qilib yaqin qo'ydik. emas, o'rtoqlar. Yo'q, voy, undan oldin telefon qilib qo'ydik. Undan oldin haq qo'yib shunaqa deysiz qo'rqib dedik. ketdim. Voy, qo'rqmanglar, anaqa yigitlar yig'lavordi, o'zini tashlavordi, Durdona yerga tegayotgan ekan. Yaxshi, Durdona Qurbonova, xush kelibsiz. Hali qiziqarli o'yinlarimiz bor. O, metroning ovozi eshitildi yana. O, Ehtiyot bo'ling, zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Sherni bolasini qoldirib ketmovdingiz ishqilib? Ogoh bo'ling. yo'q. Ogoh bo'lish kerak lekin. Qarsagilar, qani kim aka? Azal? Yo'raki yuring. Voy, biz aktyor loyihasini boshlashimiz kerak. Turinglar, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Aktyor loyihasini boshlashimiz kerak. Muxlislar kutyapti. Yuring tezroq bo'ling. voy, Siz nima turibsiz? Aristokratlarni boshlamaymiz. O'shancha siz chaqirdik, shu yerda hozir hamma narsaga oydinlik kiryapsiz. Syomka ketyapti. Hozir zo'r bekatini olamiz. Qo'lingiz ko'taringdan ko'ra. Yaxshi, 36. Asal joyingizga o'tirib oling, hozir tushuntiramiz. Asal Abdullayeva Guldiroz Qarsagilar, Asal.
Ya, to'g'ri, aktyorni boshlashimiz kerak, aristokratni ham boshlashimiz kerak. Yaqin kunlarda boshlaymiz. Mana ma'lumot o'rnida ham tomoshabinlarimizga aytib o'tib ketyapmiz. Lekin hozir bugun zo'r bekat ko'rsatuvini birinchi soni Alisher aka Jahongir bilan menga topshirdilar bu ko'rsatuvni. Sizlarga ishonaman. Shuning uchun hozir endi kelibsiz, siz ham mehmon san'atkor sifatida kutib olamiz. Birinchi marta o'zim mehmon bo'lib o'tiribman. Mehmon o'zi oyog'i bilan keldi-da. Guldiroz Qarsayegalar, Asal Abdullayeva. Xush kelibsizlar. Men bitta Asalga savolim bor. Asal nimaga ismingizni Asal deb qo'yishgan? Endi Asalda shirin bo'lsin, chiroyli bo'lsin debmi? Yoki tug'ilganingizda asal yedirishganmi? Ya ko'pchilik taxallus deb o'ylaydi-da. Yo'q, o'zimning ismim. Bilmadim, oyim qo'yganlar. Shundoq ko'rib, shu ism kelgan, shundoq qo'yib yuborganman. Shundoq qo'yib yuborganlar. Oilada necha kishisizlar o'zi? Tomoshabinlarimizga qiziq, siz bilan aktyor ko'rsatuvda shu chiqib olib faqat ishtirokchilarga e'lon beraverib, ishtirokchilarning ism familiyasini aytib, siz bilan hech bir ochiq muloqot bo'lmagan. Oilada necha kishisizlar? Oilada aka, ukangiz yo opa-singlingiz bormi? Opam borlar, ikkita qizimiz va adam oyim. Shunaqa. Xo'p, endi hamma savol beryapti. Aktyor, mana voy aristokratlar o'rniga aktyorlik qilsanglar bo'lardi yoki uni o'rniga aktyorlik qilsanglar bo'lardi. 2 yil qilinmadimi? Qachon boshlaymiz aktyorni? Xudo xohlasa, tayyorgarlik ko'ramiz. Tez kunda albatta. Casting bo'ldi. Castinglar o'tdi. Birinchi soni ham olindi. Endi Asalxon aktyor ko'rsatuvini birinchi mavsumi, ikkinchi mavsumiga qaraganda uchinchi mavsumda o'zgarishlar bormi? Albatta, menimcha hammamizda, jamoamizda ham, o'sha yangi kelgan komandada ham menimcha tajriba bor, chunki ular ko'rishgan, oldingi ishtirokchilarni mana bizada ham tajriba oshgan. Kimda u bizada? Bizada? Men ikkalamizda. Ikkalamizda. Yaxshi, endi Durdona, bitta savolim bor. Sizga san'at institutida o'qigansiz, to'g'rimi? Bitirdingizmi? Yo'q, 4-kurs. 4-kurssiz. Men Durdonani birinchi marta san'at institutida ko'rganman. Birinchi kursli, adashmasam, birinchi kurs edingiz, imtihoningizga kirib qolganman. O'shanda bitta hayvonni o'xshatgansiz-da. Hamma o'xshatgan, men ham hayvonlarni o'xshatganman masalan. San'at instituti shunaqa faqat jinni deb o'ylamanglar. Shunaqa birinchi kursda hamma hayvonlarni o'xshatadi, kuzatadi. Qaysi hayvonni o'xshatgansiz? Men kuchuk bo'lganman, maymun bo'lganman. O'zingizdan chiqqanmi taklif yo sizga taklif berishganmi? Pingvin bo'lganman. Men o'zimdan chiqqanda, o'zimdan. Qaysini zo'r o'xshata olasiz? Hammasini zo'r o'xshatgan. Bittasi bilan o'tirgan joyingizda faqat. Qaysini zo'r o'xshatib bera olasiz? Endi o'tirgan joyimda. Chixuahua degan kuchukni o'xshatib bera olasizmi? Agar faqat tandan o'xshatmay, Amirxon olib ketib qolasiz. Laycha kuchukni ovozini o'xshatib. Laycha kuchuk, voy. Zotdorroq qiling, siz xo'p bekatdasiz. Mayli, qani laycha kuchukni. Bor ham kuchuk-ku. Qani bitta ko'raylikchi, mana mahoratli aktrisamizni hozir qaydarada o'xshatib berishlarini. Ha, ovozini? E'lonni qaranglar. Durdona Qurbonovadan laycha kuchuk ovozi. Marhamat. Bu tili ham chiqtiradi-da, bu so'zni qilmang. Qo'yil. Men imtihonga kirib qolganman. Ana shu yerda Durdona bilan tanishganmiz. Sardor aka ham, menimcha Farg'onada, konservatoriyada. Konservatoriyada Amirxon aka. Men jurnalistika va ommaviy axborot kommunikatsiyalar universitetida hozir o'qiyman. Voy, bitta nafasda aytib bering yana shuni, Amirxon. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. Siz bizning chegarachilarimizdagilardanmi, sizdan bo'ldi-da? Qoyil, Asal Abdullayeva ham san'at institutida o'qiyapti. Diyorbek bilan biz bitirdik. Bo'lmasam biz eng oxirgi ishtirokchini kutyapmiz. Mana hozir metro ovozi eshitildi. Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Diyorbekka xabar bering. Assalomu alaykum, qani aka. Assalomu alaykum. Akaxonim, yaxshimilar? Charchamayapsizmi? Keling. Yuraverman. Yuravering. Radar bu orqadan uradi. Ha, yaxshi, 36-3. Unda tekshirib ham qo'ying. Nima o'zi urgani kelsin, bunda turib olasiz. Bunda turib olasiz, so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum Muhammadjon aka. Charchamayapsizmi? Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz zo'r bekatidasiz. Siz zo'r bekatidasiz. Rahmat. Men hozir hayajonlanib qoldim sizni ko'rib, to'g'risi. Yo'q, men oldimcha turganing. Kameralarimiz bu yerda joylashgan. Amirxon ochiqcha suhbatni boshlaymiz. O'zbek shou biznesiga mana hozir Okam deb kirib kelgan akamiz tashrif buyurdilar. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz qalay? Go'zal. Keling o'tirib olaymi? Keling, keling. Aha, keling. Ancha bo'ldi o'zingiz bilan Yoningizdagi Sardor Tayirov janoblari, Amirxon janoblari. Hurmat qilamiz. Aha. Ham hammani.
Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Gap yo'q. Muhammad aka endi hozir hammani qiziqtirayotgan savol. Menimcha bu savolni hech qaysi bir ko'rsatuvda yoki hech qayerda aytganingiz yo'q. Nimaga aynan akaxonlarim? Nimaga sinishingizni akaxonlaringiz kutdi va bu qo'shiq yaraldi? Endi yigitchilik hayotda ozgina sinovlari shu Sinov, mana qalbdan Sardor aka keldi. Demak, boshdan o'tgan narsani qo'shiq qilib kuylagansiz. To'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Tushunarli. Hozir endi bilamiz ko'z tegmasin. To'ylarni bosib yotibdilar Muhammad aka. Hozir ham kechqurun vaqtim Yo'q, lekin bitta narsa Instagramda aktivli gapiradilar. Bu yerda hozir jimjit turibdilar. Men hayronman. Keyin yana bitta savolim, Jahongir Otajonov bilan ko'rishasizmi yo ko'rishmaysizmi yo Instagramda shunaqa bir-biringlar bilan battle qilaverasizlarmi? Nima qilasizlar? G'oyibona ko'rishamiz-da. G'oyibona. Qachon diydor ko'rishasizlar? O'zi ko'rsatuvga taklif qilmoqchi edik, hozir Turkiyadan yaqinda tashrif buyuribdilar. Shuning uchun bugun kunga to'g'ri kelmay qoldi. Bo'lmasa, bundoq bir-biringlar mana shunday ko'rishtirib qo'ymoqchi edik. Gapiringlar. Zo'r bekati davom etadi. Endi shartni kimdan boshlaymiz? Endi menimcha ichlarida eng jim o'tirgan odam yaxshi ot keyin chopadi deb o'tiradi-da. Sardor akadan boshlaymizmi? Sardor akadan boshlaymiz. Men ko'p kliplarda mana qizdan orqasidan yashirasan nigohlaring, unaqa qilasan nigohlaring deb yuradi. Yoki danu xonaga kirib olib buzib tashlaydilar. Bu televizorlarni sindirib tashladingizmi? Qoyil. Mamtozimda o'tibdilar-da. Ha endi juda anta televizorlarni shatlab sindirib tashadilar. Ichlarida sher yashaydi, lekin Sardor Tayrovni hozir badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Endi hozir sizga mana Sardor aka, bitta savol. Tuxum qovurishni bilasizmi? Ha, shuni bilaman lekin. Tuxum qovurishni bilan, lekin boshqa ovqatni bilmaysiz. Yo'q. Qo'lingizdan qachon oshiymiz bo'lmasam? Bir 5-6 yildan keyin. Tushunarli. Demak, yemas akamiz. keyin o'rgatarkanlar, deb 5-6 yildan keyin o'rgatdi. Demak, sizni hozir ajoyib shartimiz kutyapti. Marhamat, birinchi bo'lib mehmonimiz Sardor Tayrov bizni birinchi shartimizdan o'tadilar. Marhamat. Hurmatli do'stlar, Zo'r bekat loyihasi davom etadi. Hozir mana Sardor Tayrov qarshimizda. Begovoy daroshka, ya'ni yugurish daroshkasi, yo'lakchasi. Chiqasiz. Sizdan talab qilinadigan narsa qiyinchilik tarafi yo'q. Shu yugurib turib tuxum qovurasiz bu. Qachon oxir marta yugurdingiz? Yo'q, o'zim ham turgan holatimda zo'rg'a tuxum pishiraman. Qanaqa hozir yugurib tuxum pishiraman. O'shani Hamma qizig'i o'shanda-da. Tayyormisiz? Osh pishirasizmi, tuxummi? Tuxum. Bo'ldi, tushunarli. Marhamat, keling. Ketdik. Vaqtingni top. Bo'ladi. Ketdik. Aha. Qanaqa Yugurib turib vaqtingni topdan beramiz. Ketdik. Aha. Asana bilan. Ketiga harakat qiling. qanaqa qilamiz? Sardor aka, Tuxumni qovuramiz. bo'ling. Mana. Voy, oqib ketmasdi. Oqib ketyapti tuxum. Qovurish kerak tuxumni. Bitta qo'lida. Yana qo'llab chaqadi. Ichara tuxum. Voy, mashaqlangan tuxum. Juda bo'ldi chaqdilar. Hop, ikkinchisi. Amaling. Ishyapti hozir. Voy, Buni kim yediki? O'xshasiz? Aha, yaxshi. bering. Kapgirni oling. Aha. Yo'qmi aniq arda? Aha, yo'q, artadigan yo'q, bu anaqa restoran emas. Ketdik. Ha, yugurayotgan bo'lasiz, o'sha davom etamiz. Aha, Sardor aka. Sekin. Tuz ketdik Sardor aka. Tuzlarni sepib, tuzsiz shirin chiqmaydi. Nusretga o'xshab, Nusretga o'xshab. Mana. Qovuramiz. Yaxshi. Qo'rqib ketyapti. Oling, yuguring. Sardor aka, hamma zo'r bo'ladi. Yuguring, oling. Oling, tushadi hozir. Oling. Nargilisa. Naryoqda Mol bo'ladi, oling. Oxirigacha olib qo'ying, bo'lmaydi. Sardor aka qo'yamiz. Sardor aka, mol bo'ladi. Oxirigacha olib qo'ying. Qo'y, lekin shunchasi Lekin. Ha, qalay taassurotlar? Umrimda bunaqa qiyin ish qilmaganman, to'g'risi. Umrimda yeyish oson. qizlarga bersak bo'lar ekan bu anaqani vazifani. Qanaqa qiyinlik. Qani? Oh. Tatib ko'ring deganingiz. Endi. Men qo'lingizdan Endi olishingiz. qo'limdan tiqib pishirdingiz. Lekin qo'yil qoldim. Bitta narsaga qo'yil qoldim. Bitta qo'lda tuxumni shunda haligi barmoq tuxum ichiga ham kirib ketdi-da. Bechora. Chaq tashadilar. Mana bunaqa chaqdilar. Hurmatli do'stlar. Shartmi hozir? Shartmasa ishim.
O'zing pishirgan osh o'zing aylanib Mana o'rganaysan. bundoq qildilar, mana hurmatli ayollar uyda mana tez tuxum xo'jayinlarga pishirib berishni xohlasanglar, bundoq tirs etaverasizlar, mana ikkita qo'lda jaraq tiqib yuborasizlar, bo'lib u yog'i pishib ketib Yo'q, urish ham shart emas. Shunda ezsalar bo'ldi. Esar. Yoki bundan olib mana g'ijimlab chop qo'yadi. Baribir eringlar yeydi. Hech nima bo'lmaydi. Mana Qarsagilar Sardor Tayirov. yaxshi men deb o'zingiz tatib ko'rasiz, qani? Qani? Osh bo'lsin. Yashirasan dudoqlaring. Zo'r. Qoyil Sardor Tayirov. Rahmat. Xo'sh, Qarsagilar Sardor Tayirov. Sardorbek Tayirov birinchi shartimizdan a'lo darajada o'tdilar desak ham bo'ladi, lekin oxirida sakrab qoldingiz. Eson-omon o'tdi. Eng qiziq tarafi tuxum qalay chiqibdi? Menga yoqdi. O'zingizga yoqdimi? Bo'ldi, o'zingizga yoqqan bo'lsa, povor o'ziga, oshpaz o'ziga yoqqan bo'lsa, hammaga yoqadi, xudo xolisa. Yaxshi, endi navbatdagi san'atkorni hozir taklif qilamiz. Hamkasbimiz Amirxon janoblarini hozir navbatdagi shartga taklif qilamiz. Amirxon, tayyormisiz? Shartimizga hozir ko'rdingiz. Bizda shart unaqa qiyin emas. Shunchaki yugurib tuxum qovurdilar xolos. Sizga ham unaqa qiyin shart bermaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik bo'lmasam, Qarsagilar. Marhamat, o'tirib oling. Bilamiz, siz muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga eng taniqli informatsion ko'rsatuvingiz bor. Bu ham bo'lsa Markaziy studiya. To'g'rimi? Aynan hozir sizga shunaqa bir shart-sharoit beramiz. Markaziy studiyani Zo'r TVda o'tkazasiz. Agar Markaziy studiya Zo'r TVda bo'lsa qanaqa bo'ladi? Marhamat do'stlar, bitta guldiroz Qarsagilar, Amirxon boshlaydilar. Biz mana hozir so'z berdik. Bilamanki, telekanalimiz ijodkorlari, rahbariyati bundan xafa bo'lishmaydi, lekin albatta bu hazil. Albatta bu hazil Markaziy studiya Zo'r TVga juda ham yarashadi. Endi Amirxon, bitta narsada biz televideniyada boshlovchilarni, aktyorlarni vazifasi xalqimizni ko'nglini ko'tarish, to'g'rimi? Hozir karantinda hamma xalqimiz zerikib uyda haligi qiynalib qolgan xalqimizni noxush xabarlar. Albatta. Endi bu noxush xabarlarga chek qo'yib, biz xalqimizni ko'nglini ko'tarishimiz kerak. Va mana shu ko'ngil ko'tarish uchun mana shu shartni sizga tayyorladik. Kelishdik, tayyorman. Bo'ldi. Jiddiylashamiz. Amirxon obrazi. Qaysi kamera? Qaysi kamera aytib qo'y, ana. Aha. 3 2 efirdamiz. Efirdasiz. Guldiroz Qarsagilar. Mana shu bola Azrametovga raqib bo'laman deyapti. Biz bekorga hozir Azrametov bilan tugatganmiz, chunki keyingi ko'rsatuvimizga Azrametov tashrif buyuradilar. Albatta, Yigitali tashrif buyursalar, Ulug'bek Qodirovni, Yigitali Mamajonovni shu yerda taqlatishadi. Mana shu yerda boks maydonini Va qurib. albatta sizni ham yana takroran taklif etamiz. Birgalikda Markaziy studiyani shu yerda olib boramiz. Kelishdik. Guldiroz Qarsagilar. Rahmat. Sardor aka. Sardor aka, ana tuxumdagi g'alati o'tib bilan Bundoq tinchlikmi? Mezin beraymi? Kechqurun to'yi o'ylayaptilar Sardor aka. Kechqurun to'yi qanaqa qilib o'tkazaman xizmatda deyaptilar. Bundoq qilib Amirxon akaga o'zlaridan kelib chiqib berishdi, menga bunaqa berishdi. Eng qizig'ini aytaymi? Hozir to'yga bir ro'ga kirib boradilar-ku. U yerdagi haligi mezbon san'atkorlarimiz tuxum yedingizmi Sardor aka deydi. Bittada bo'lib oladi. Bo'lmasam keyingi shartimizga o'tsak bo'ladi. Keyingi shartimizga qaysi mehmonimizni taklif etamiz, Jahongir? Ogalarimdan boshlasak nima deysiz, Qadrdonlarim. Qadrdonni tagida boshqa gap bor. Boshqa ma'no bor. Tayyormisiz? Keling, mana hamma internet tarmog'ida rosa aylandi. Faqat shu bilan bo'ladi. So'zini o'zgartirib ko'rsak qanaqa bo'ladi? Masalan, buni o'zimiz mana Diyorbek hozir va men beramiz. Buni mana bizni ssenaristlarimiz, qo'nish guruhi tayyorlagan. Hozir bitta-bittadan beramiz. Nima qilasiz? Torab olasizmi, nima olasiz? Endi nima olishni ham bilmay qoldi odam ishdan keyin. Pesha beraymi? Ketman beraymi. Qadrdon. Tor kerakmi, nima kerak? Bu ashula, bu akaxonlarimga tor kerak emas. Torsiz. Akaxonlarim qo'shig'i abituriyentlarga o'zgarsa qanaqa bo'ladi mana hozir? Marhamat, qani ko'ramiz. So'zlari tayyor. Boshlab kelsangiz bo'ladi. Musiqasiz shu aytib ketaveramiz shu mikrofonda. Shu qanaqa mikrofon kerak? Tillasidan, oltinidan, kumushidan, bronzasi ham bor. Brilliantidan. Brilliant mikrofon studio. Kecha mani kirdi degan. Voy mani qarindoshlarim,
qarindoshlarim. Tekshiruvchi kelsa oldimdan, sal yiqilsam ortimdan, shpargalkadan foydalandi degan. Voy mani ukaxonlarim. Ukaxonlarim. Endi siz aytlar haqida-da. Biz hali so'nmadik. Biz hali so'nmadik. Voy mani qarindoshlarim. O, zakazli yomon. Kirasan deb ortimdan yurgan, pul olib fitnalar qilgan. Ha, bordi. Menga har doim gaplashib qo'ydim degan. Ha, haligi emotsiya. Voy mani ishonganlarim. Ishonganlar. Qoyil. Gap yo'q. Hozir bizda unaqa emas. Tekshiruvlar qattiq bo'ldi. Ana ko'rdingizmi? Bitta sochini ovora plastik bilan kiribdi-yu, ko'rdingizmi? Internetda tarqaldi. Ko'rmanman. Shunaqalarga bag'ishlangan edi. Afsuski o'qishga kira olmadi. Endi qizig'iki, butun abituriyentlarimiz aynan shu qo'shig'i yozib olib, eshitib, shu qo'shig'i aytib yurishsa kerak. To'yda shuni so'rashadi-da, menga abituriyent. Abituriyentdan aytvorib, o'zim bitta abituriyentman. Endi Muhammadziyo aka, sportga qanaqasiz? Sportning qaysi turi sizga ko'proq yaqin? To'g'risini aytaymi? Yo, bemalol, nega ochiqcha suhbat? Volni barbaga. Volni barba, futbolchi. Ha, bildim, o'zi kirganda mundoq qildingiz, kim bor? Amirxonimi Sardor akanimi dedingiz. Futbolchi. Juda qiziqmas ekan. O'ylashga qiziqaman. Endi futbol, misol uchun qaysi komandaga siz muxlislik qilgan bo'larsiz? Barsa. Men Barsaman masalan. Real. Voy. Siz bilan ozgina kelisha olmas ekanmiz. Faqat Real. Siz bilan ham ozgina. Ikkalovlar chiqib ketaylik. Endi men Barsaman. Bugun Barsaman. Gap qarsa kelar, Muhammadziyo aka. Mana shu Barsachilarning tilidan bitta endi. Qani? Voy mani Barsachilarim. Yo'q. Hozir futbol. Yo'q. Qani, eshitamiz bir so'z. Shu shartmikin javob? Shart. Tuxum pishirganlar bor oramizda. Kutyapmiz. Kecha Barsani yutadi degan. Voy mani Barsachilarim. Barsachilar bormi? Barsa yutsa oldimda, 8-2 dan keyin ortimdan sindi Barselona degan. Voy mani Realchilarim. Qalasizlar? Realchilarim. Biz hali sinmadik. Eshityapsizlarmi? Messi bor, so'lmadik. Ha, davrimiz bor hali. Voy mani fanatdoshlarim. Seni deb birga yurgan, ortimdan fitnalar qilgan, Messiga har doim kulib turgan. Voy mani Bartomeu toylarim. Bartomeu toylarim. Biz hali sinmadik. Biz hali so'nmadik. Voy mani Realchilarim. Qoyil egallashingiz mumkin. Qoyil. Sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, Zo'r bekat loyihasi davom etadi. Mana endi eng oxirgi shartimiz, hozir bizning endi qirolichalarimiz qoldi. Qizlarimizga o'zlariga yarasha shart berganmiz. Faqat yigitlarimiz yordamlashishi kerak bo'ladi. Kim zo'r stol tennis o'ynaydi oranglarda bormi? Yaxshi o'ynaydigan yigitlar. Qizlarimizdan tashqari, endi qizlarimiz aniq hozir stol tennis o'ynashi kerak shartimizda. Jaz zo'ravasi o'ynab turamiz. O'ynab turasiz. Amirxon aka? Onda-sonda. Sardor aka charchadilar o'zi. Sardor aka tuxum hali ham. Tuxum qaviryaptilar hali ham. Bo'lmasam sizlarni mana shu badiiy sahnamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat.
Diyorbek bo'lmasa mana hozir kelib oldik. Men qizlarga nima deydi, muxlislik qilaman, balet qilaman. Siz yigitlarga bo'lmasa har doim shu qizlarga muxlislik qilasiz. Xo'p, shartimiz bilan birinchi tanishtirib o'tamiz. Bizni homiylarimizdan biri Sport Uz savdo belgisi tomonidan hozir mana tennis stol keldi va brend gift Uz tomonidan bizni ajoyib bo'lgan kiyimlarimiz ham tashib kelgan, mana bizga jo'natishgan. Endi buni kiyib olishinglar kerak bo'ladi. Kiyib olamiz. Endi buni kiyib olamiz. Oson, yordamlashamiz. Olinglar, kulmanglar. Qani egizaklar bu yoqdan tiqasiz, siz bitta qo'lni bu yoqdan tiqasiz. Chapaqaymisiz, o'naqaymisiz deb hozir kelishyapti-da. Qulluq bo'lsinmi? Qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin. Kiyib olinglar. Mana. Aha. Mana Sizlarga stol tennisda padacha mana qolinadi, to'g'rimi? Aha. Siz bu qo'l bilasizda. Keyin Bu eng qizig'i o'yin Siz bitta qo'lda odamsizlar o'ynayman. hozir. Yo'q, eng qizig'i o'yin qo'lda o'ynayman. endi eng qizig'i chap qo'lda o'ynaysiz. Mana Siz o'yin qo'lda o'ynaysiz, siz? Qo'lda o'ynayman-ku, qani? eng qizig'i chap qo'lda o'ynaysiz endi. Endi chap qo'lda o'ynaysiz. Mana kim boshlaydi, yigitlardanmi? Davrani kengroq olaveradi. Qizlarimiz. Shot. Bizga bering. Ya, qizlarimizni hurmati. Shot ketdi. Padachani mayli, sizlardan boshlaymiz, ha. Ketdi. Ha, ya, bittadan. 1-0. Ya, yo'q ekan. Hozir beraman. Men 6gacha. 6gacha. Yana sizlar. Ha? Hop. 2-0. Temadi. 2-0. Temadi. 2-0. Yo'q. Ha, 1-1mi? Jahon. Ha. Voy. 2-1. Sizlarga 2-1, ha. Padacham ular berursa endi qizlar endi. 2-1. Biz 2-1 yigitlar jamoasi. Qizlar bo'ling. Ha, Amirxon bo'sh kelmang. Ha. Voy, aka-ukalar, ehtiyot bo'linglar. Kaptan, olib chiqaringlar qiziqligini. Ikkala o'yinlar ham bitta yegilyapsizlar. 2-2. Hop, yaxshi, durang. Bo'sh kelmaymiz. Ha, 3-2. Aka. 3-2. Bo'ladi. 6gacha qilamiz. Ketdi. Voy, 3-3. Aka-ukalar olib beringlar. O'zim olaman, asta shekillar. Voy, ajarmaydi, sizlar egizaksizlar. Ajarmaydi, o'zim olib beraman. Hop, yaxshi. Mana. Ketdi. Ha. Voy. Nechi bo'ldi? Javob qaraysan. Yutqizyapsizlar. 4-3. Voy, Hey, to'g'ri, ikkita. Voy. to'g'ri, urmaysiz deydi. Urmaysiz deydi. Qanday ururinglar? Galma-galma. Qarang, bu taraf bilan. Ketdi. Aha. Yaxshi. Voy, bekor tedis. Yo, men o'tib ketar, to'g'ri. 5-4, 5 sizlarda oxirgi qoldaga bitta servisni yutasizlar. Yo, endi qanday qarshigi yigit? to'g'ri. Ketdi. Aha, asar. Yigitlar. Ha. Hop. Yaxshi. Voy, 5-5. Qizlar, yutib ketasizlar. Yigitlar bo'sh kelmaymiz. Voy! Afsus, baribir haqqoniy bo'lmagani uchun yigitlar baribir yutdi. Adolat. Rahmat. Shuning uchun qizlarga kamroq muxlislik qilish kerak, Biz Jahongir. Asal bilan kelishib o'ynashni bilmaydigan. Endi bo'ldi, yutqizinglar. Akaxonlarim va Amirxon yutishdi. Hozir. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, zo'r bekat loyihasi davom etadi. Metro salqin maza qilyapsizlarmi? Yaxshi bo'lyaptimi? Kayfiyatinglar, charchab qolmadinglarmi? Charchatib qo'ymadingmi? Sardor aka? Go'zal. Endi charchagan bo'lsangiz, yana charchatmoqchimiz sizni hozir? Charchog'i chiqarish yo'li bor. Charchog'i chiqarishi yo'li qo'shiqda. Kimga ovoz berasiz demayman-ku, lekin sizdan bir ajoyib taronani eshitsak, yangisidan bo'lsa. Qarsakinglar! Bolanglar, Sardor tayyor, marhamat. Xo'p, yaxshi. Zo'r, Muhammadziyo aka, hozir shartlarni bajardik. Ko'rsatuvimiz yuqori tempda davom etyapti. Charchashlar yo'qmi? Yo'q. Endi aynan shu joyiga kelganda bir akaxonlarimizni eslab qo'ymaymizmi yo qo'shig'i yangilardan bormi? Yangisidan bor. Qaysi? Sizda ham pul ko'payib ketdi. Kimda, mandami? Aynan sizda. Menda pul ko'payib ketdimi? Sizda ham ko'payib ketdi. Bo'ldi, eshitamiz. Ketdik. Qoyil, xush kelibsizlar. Mana endi hamma shartlarni ham bajarib bo'ldik, savollarni ham bildik. Menimcha hammani tomoshabinlarimizning ko'ngli ko'tarildi deb o'ylayman. Ta'sirotlar. Durdonaxon? Mamnunman. Karantindan keyin bir diydor ko'rishdik. Ta'sirotlaringizni bir bo'lishing biz bilan. Ko'rsatuv haqida.
Albatta faqat tarmoqlarda prямой efirda ko'rishmasdan jonli ko'rishganim uchun juda ham xursandman. Maza qilib shartlar bajardik, ko'rishdik, ashulalar eshitdik. Juda ham zo'r ko'rsatuvga bo'lishi mumkin emas, menga yoqdi. Rahmat. Kelganingiz uchun sizga ham rahmat deymiz. Sizlarga ham rahmat. Jahongir va Diyordan har doimiz mana shunday yorqin loyihalarni ko'rganmiz. Aristokratlar, aktyor shousi bunisi ham ulardan qolishmaydi. Juda ham kayfiyatni ko'tardingiz. Qolaversa bu holatda biz ijodkorlarni tomoshabinlar ko'rishmagan ajoyib loyiha, faoliyatingizga faqat omad tilaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fikrlaringiz marhamat. Sizda ham pul ko'payib ketdi. Go'zal. Muhimi diydorlashganimdan benihoyat xursandman. Ijodiy muvaffaqiyatlar. Rahmat. Ijodingizga omad. Yaxshilarda uchrashaylik, yaxshilarda birga bo'laylik. Iloyim, rahmat. Sardor aka, mazza yaxshimi? Aka? Zo'r. Yugurganingizdan keyin g'alati bo'lib qoldingiz. Yaxshi, ancha. Qiynab qo'ymadingmi? Yo'q. Muxlislaringiz meni ko'ryapti. Muxlislaringizni qo'ynini ko'targaningizdan xursandmisiz? Aynan shart orqali. Endi men sizlardan, bu komandadan, bu jamoadan doim zo'r ko'rsatuvlar ko'rganmiz. Eng muhimi hozir aytib o'tildi, diydor. Mana men bugun akam bilan ko'rishdim. Tanishdik. Baxayr bo'lsin. Bunga ham katta rahmat sizlarga. Bu tanishganimizdan xursandmiz. Qolgan insonlar bilan, do'stlarimiz bilan ko'p ko'rishganmiz. Eng muhimi mana shu yerga bizni yiqqaningiz uchun ko'rsatuv ijodkorlari, umuman sizga, Jahongir aka, Diyor aka, rahmat sizlarga. Juda ham xursandmiz. Ayniqsa meni agar kuzatib turgan muxlislarim bo'lsa, agar bir yangilik bo'ladi. Kelganingizga rahmat. Katta yangilik bo'ladi. Rahmat, boringlarga shukr. Rahmat kelganinglar uchun. Asalxon, endi siz fikringizni eshitmasak bo'lmaydi. Men endi mezbon bo'lib o'tirdim, lekin juda ham mazza qildim. Mehmon bo'lib o'tirishmas ekan. Mazza ekani, aktyor ko'rsatuvida boshlovchilik qilib, nima desa bo'ladi? Hakamlar hay'ati a'zolarining kayfiyatiga qarash kerak, tomoshabinlarning ishtirokchilar. Endi bu yerda mehmon bo'lish mazza ekan. Mazza ekan. Rahmat. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Hammaga rahmat. Bir-birimiz bilan yana ham yaqindan tanishdik. Endi kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham yana estradamizga yorqin yulduzlar tashrif buyuradi. Mana shu bir-birimiz bilan tanishamiz. Zo'r bekat loyihasiga xush kelibsizlar. Mana hammaga o'xshab metroda mana bugun mazza qildinglar. Endi haqiqiysiga ham. Lekin gap. Amarxon bilan mana shu yerga kelgan mehmonlarimiz bilan kelishuvimiz bor. Hali hech kim yer usti metroga chiqqani yo'q, to'g'rimi? Birgalikda bitta jamoa bo'lib yer usti metrosida birgalikda sayr qilamiz. Hozir endi sizlarni metro tomon kuzatib, aristokratlar bekati tomonga kuzatib qolamiz. Endi qaranglar. Jetongacha beryapmiz sizlarga mana. Oshiqcha pul sarflamaysizlar mana. Endi Andijonga 2 qilasiz, menimcha. 2 chunki bu yo'lda peresatkalari bor. Toshkentga yo'nalishdan o'zgartirish kerak. Endi sizlarni zo'r bekat loyihasidan haydamaymiz-ku, keyingi ko'rsatuvda ko'rishamiz. Bemalol keyingi manzilga ketishinglar mumkin. Rahmat kelganinglar uchun. Dildiroz qarsakinglar. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat aristokratlar bekati. Aristokratlar ketishdi.